Bu joy aniq O'zbekistonda emas. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, manzilga aniq oson yo'llar bilan borishlar, aniq lokatsiyalarni hammasini aytib o'taman. Bu yerga kelsanglar, o'zinglar bilan koptok, varrak, tennis olishinglarni maslahat beraman, chunki bu yerlar ancha sivilizatsiyadan uzoq joylar. Miyalaringlar dam oladi, telefondan uzoqlashasizlar. Bir-biringlar bilan tanishasizlar yana qaytadan. Xullas shunaqa go'zal joylar. Mana shu tog'dan oqib tushayotgan qorni suvi, buloq suvi deyishadi. Shunaqa chiroyli, shunaqa tiniq, shunaqa toza. Mana shunaqa Shveysariya atmosferasini beradigan shunaqa domikchalardan oldik. Biz 4 kishiligini oldik. Bir kechaga $120 to'ladik. Shunda har birimizga $30 tushdi. Bu yerga kelsanglar, albatta produktinglarni, yeb icharinglarni o'zinglar bilan olinglar. Bo'lmasam och qolishinglar aniq. Mana shunaqa chiroyli, uyutli 4 kishilik xona, hamma shart-sharoit ichida mavjud. Xullas 10 kishilik domiklar ham bor. Ular $160, $200 dan iborat ekan. Yeb icharinglarni o'zinglar bilan olib kelganinglardan keyin pishirmayman desanglar, u yerda pishirib beradigan opalar ham bor. Faqat pulini alohida to'laysizlar. Menga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Yoqqan bo'lsa bitta like kutib qolaman. Aniq lokatsiyalarini qaysi postdan o'tish osonligini Telegram kanalimga tashab qo'yaman. Bemalol o'tib olishinglar mumkin. Qaytishda biz do'stlik postidan o'tdik, lekin tavsiya qilmayman. Bu tamojnida juda ham odam ko'p ekan.